Mentor aka, voy, namuncha katta bu motor. Ha, Toyota Avalon motor. 3.5 объемli. Ha. Deb turmang yoki. Metkalarni ko'rsatib beraymi senga? Qara, metkaning turar holatini qara. Kanivalniki mana. Ko'rdingmi? Zo'zga bitta tochkada. Ikkinchisi mana bu yerda g'urrasi bor, mana ichkarida g'urrasiga to'g'ri turadi. Keyingisi vanusga chiqadigan bo'lsa mana. Bu tarafing chizig'ida turibdi, mana ko'rdingmi? Bu tarafing chizuvda. Bu tarafing strelkada mana. Ko'rdingmi? Pastoral turar holati mana. Pastoral turar holati. Bu tarafda qarama-qarshi pastoral bir-biriga ko'rdingmi? Shunaqa variant. Bu yog'iga keladigan bo'lsa, bu yog'ida mana tochkasiga tushadi, ko'rdingmi? Bu yerda ham xuddi shunaqa chizig'iga to'g'ri keladi. Bu tarafda ham xuddi shunaqa, ko'rdingmi mana? Chizig'iga keladi va uning orqasida tochkasi bor, tagida turadi, tochka ko'rinmaydi. Buni tagida tochkasi bor. Ko'rdingmi? Toyota Avalon katta motor. 3.5 объемli. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol mana murojaat qilsin. Servis.toy